Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Andijon tomonlarida ko'rsatuvining navbatdagi sonini biz Pomir Oloy tizma tog'larining dastlabki zinasi hisoblangan Chilistun tog'lari bag'rida joylashgan Imomota turizm qishlog'idan tayyorlaganmiz. Imomota turizm qishlog'ining markazida mana shunday tabarruk maskan joylashgan, ya'ni dengiz sathidan 1800 metr balandlikda joylashgan Chilistun tog'larining etagida g'or bor. Bu g'or atrofi mana shunday holatda memorial kompleks bilan o'ralgan bugungi kunda va uni birgalikda siz bilan tomosha qilamiz. Chilistun tog'lari juda ham g'orlarga boy tog' hisoblanadi va ana shu g'orlardan biri Imomota ziyoratgohining ichkarisida tog'ning etagida joylashgan. Eni 2 metr atrofida va uzunligi 10 metr ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Turizm qishlog'i har kuni dam oluvchilar, ziyoratchilar bilan gavjum. Ulardan biri Mahsudaxon Umarjonova bilan suhbatlashamiz. Mana 80 yoshga kirdim deyapti. Bu tog'larning orasida aylanib yuribsiz ekan. Sizga yoqdimi? Qanday ma'qul bo'ldimi? Juda ham yoqdi. Mana havo shu kunlarda issiq. Mana bu yil bahorimiz o'ta issiq keldi, mayva yaqin o'tada bunaqa issiq bo'lmagan. Biz shuning uchun mana oilaviy dam olgani keldik. Mana singllarim, kelinlarim bilan dam olgani keldik. Imomota turizm qishlog'ining qaysi jihatlari ko'proq yoqadi? Turizm qishlog'i birinchidan o'zimizni yurtimiz. O'zimizni yurt. Mazza, toza havo, chiroyli suvlari, chiroyli tog'lari. Mana endi osmonu park qilib, ko'priklar qilibdi. Mana endi mazza. Bu yoqdan chiqsangiz, zinadan chiqsangiz, mazza qilib marojnalar yeysiz. Butun Imomota ko'rinadi. Mana bu biqindan chiqsangiz, butun Imomota ko'rinadi. Bolam mazza. Kelmaganlar kelinglar, mazza qilasizlar. Hammani chaqiraman Imomotaga. Ayni paytda biz dengiz sathidan 700-800 metr balandlikda joylashgan Chilistun tog'larining ayni hududida turibmiz va bu joyga sayohatchi sifatida zinapoyalardan foydalangan holatda chiqib tushishingiz mumkin va tepada tog' yo'li, ya'ni ko'prik joylashgan va ekstremal sport turlari ham tepada mavjud va bu yerga biz ayni paytda lift xizmatidan foydalangan holatda chiqib ketamiz. Turizm qishlog'ining infratuzilmasini rivojlanish bo'yicha keyingi yillarda keng miqyosdagi ishlar amalga oshirilyapti. Hukumat qarori ham qabul qilingan. Bu haqda biz Xo'jaobod tumani qurilish bo'limi boshlig'i G'ayratbek Abduhalilov bilan suhbatlashamiz. G'ayratbek, qanday hukumat qarori qabul qilindi? Shu asosda nima ishlar qilinyapti hozir? Bugungi kunda kelib, Xo'jaobod tumanida turizmni rivojlantirish bo'yicha, bunga turizm maqomini berish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 14-noyabr 2024-yili 430 sonli qarori tasdiqlangan va bu qarordan keyin 2024-yil 12-avgustda 97 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan. Bu qarorga asosan mana shu hududda bo'sh turgan yerlarni qamrab olib, master plan ishlab chiqarish topshirig'i qo'yilgan qarorda mazmunida va bu qarorning ijrosini ta'minlash bo'yicha Optimal Architect Group MChJ tomonidan mana shu Xo'jaobod tumanida 31 gektar yer maydonida 9 ta lotlarga bo'lingan holatda zamonaviy kottejlar, zamonaviy kapsula uylari, shale uylari, mehmonxonalar, sihatgohlar, savdo va ko'ngilocharish markazlari loyihalashtirilgan bo'lib,
hozirgi kunda ish guruh tashkil qilingan. Bu yerdagi hamma joy bir qator to'liq xatlovdan o'tkazilib, bu yerdagi bo'sh turgan yerlar o'sha master planlar tasdiqlangandan so'ng auksionga qo'yilib, shu hududda yana ham turizm salohiyatini rivojlantirish uchun va bu yerdagi bo'sh ish o'rinlarini yaratish, aholini ish bilan ta'minlash maqsadida ishlab chiqilyapti. Xorijiy investorlar ham taklif qilinsa kerak. Xorijiy investorlar ham taklif qilinadi. Hozir biz qo'yadigan loyihalardagi masalan mana bu pastdagi tog'dan bu arqon yo'li ham o'tadi. To'la qishloqni yuqoridan tomosha qilish imkoniyati ham paydo bo'ladi. Mana hozir qishloqni yuqoridan tomosha qilish uchun bu yerda ko'prik ham qurilgan ekan-da. Bu yil tadbirkorimiz tomonidan tegishli joylardan ruxsatnoma olingandan so'ng qurib foydalanishga topshirilgan. Hozirgi mana ishlab turibdi. Mana bu tomonlarimizda loyihamizda shale uylari va kapsula uylari loyihalangan. Va mana shu qiyaliklarning tepasida Chiliston tog'larining eng baland cho'qqilari, dengiz sathidan 1800 metr balandlikdagi hududlar joylashgan. Juda ham chiroyli, go'zal bir turizm qishlog'iga aylanib boryapti ekan. Endi ko'prikni ham birgalikda tomosha qilamiz. Suhbatdoshimiz Avazbek Islomov. Avazbek aka, mana hozir siz bilan yerdan 45 metr balandlikdagi ushbu osma ko'prikda suhbatlashib ketyapmiz. Mana shu Imom-Ota turizm qishlog'ida juda ham qiziqarli bir turistik marshrutlar qurilgan ekanda. Mana hokim yordamchisi sifatida qanday loyihalar yana oldinda turibdi va bugungi loyihalar haqida ham ma'lumot bersangiz. Rahmat. Bilasizmi Muzaffar? 2024-yilda tugash arafasida bu ko'prigimiz bitkazildi. Mana sizlarga o'xshagan muxbirlar kelib reklama qilgandan keyin juda odam ko'p kelishni boshladi. Oldingi yillarda qishloqqa yoz oyida 500 ta, 1000 ta odam kelsa kuniga. Hozir 4000, 5000 ta har kuni kelyapti. Ha, demak turistlarda ekstremal yo'nalishlarga, ekstremal marshrutlarga qiziqish katta. Mana buning yonida zipline ham shu arqonda tezlik bilan o'tib ketadigan yo'nalishlar, ajoyib attraksionlar bo'ldi. Mehmon uylari hozir 100 taga yetdi. 2022-yilda bittada boshlaganmiz. Bugun 100 ta bo'ldi. Tadbirkorlarda, aholida qiziqish katta bunga. Turistlar ham kelyapti, infratuzilma o'g'lanyapti. Mana hukumatimizning maxsus qarori qabul qilinib, 24-yil noyabr oyida Vazirlar Mahkamasining 433 sonli qarori bilan turizm maqomi berildi qishloqqa. Hozir 31 gektar yerni toifasi o'zgartirib, lotlarga qo'yilyapti. Infratuzilma uchun 23 milliard pul ajratilgan. Buni natijasida qishloqda tadbirkorlik, boshqa ishsizlik yo'qoldi, kambag'allik olindimi? Ha, demak hamma mana shu turizm orqasidan bu mana shu qishloqda necha ming aholi yashaydi? 3200 ta aholi yashaydi, 600 ta xonadonda. O'zimizdan ortib qo'shni qishloq, qo'shni tumanlarda ishsizlardan ham kelib ish bilan ta'minlayapmiz. Ish bilan ta'minlayapti. Mana shu turizmning ortida, to'g'rimi? Turizmning ortida. Turizm eng oson, yengil daromad topish yo'liga, boshqa sohaga nisbatan. Xizmat ko'rsatish darajasi ham oshyapti, to'g'rimi? Bu barchasi mana shu tabiat bergan inomlarda endi albatta. To'g'ri. Qarang endi tog'larni qarang, go'zal. Endi mana shu yashillikni saqlab, hammamiz birgalikda aholi inoq bo'lib, mana shu narsani shunday saqlab qolishimiz kerak. Yana ham yashillashtirishimiz kerak, daraxtlarni ekib. Mana havo sharini mana ko'rib turibdi. Bu yoqda havo shari juda ham go'zal, ajoyib. Bu ham Andijonda endi kirib keldi. İşte ko'prikga mana Andijonga endi kirib keldi. Ko'prikning uzunligini 300 metr uzunlikda, 45 metr balandlikda. Endi yana 2-3 ta tadbirkorimiz yangi loyihalari bor. Yangi loyiha kanat yo'li 700 metr, 60 metr, 5 metr balandlikda bo'ladi. Undan ham kattasi pastda bo'ladi. U 1,5 kilometr bo'ladi. Yangi kiritilgan loyihalar. 1,5 kilometr kanat yo'li, arqon yo'li, sim yo'li. Kabinada yuradi. Kabinada yuradi. Kapsula. Kapsula uylarga olib boradi shu. Kapsula uylarga olib boradi. Bu kelgusida shu hukumat qarori asosida amalga oshirilyapti. Endi demak mana shu turizm orqasidan qishloq ahli ish bilan ta'minlanibdi, to'g'rimi? To'g'ri.
Endi barchasi mana shu tabiat bergan inomlar, bu tabiatni ham, bu yashillikni asrab avaylash haqida ham o'ylashimiz kerak. Nima deysiz? Loyihalar bor. Hozir 9 gektar alohida yashil bog' tashkil qilinadi. Aholimiz yana o'zlari tog' atroflariga turli xil manzarali, mevali daraxtlar ekib obod qilyapti. Mana dengiz sathidan hozir 1200 metr balandda turibmiz. Shuning uchun ham Andijondan ko'ra bu yerlar 15 gradus sovuq. Hozir bu yerda salqinroq. Mana quyoshi issiq bo'lgan bilan, lekin shabada mana sezyapsiz. Aholi ham kelishi ko'p damalyapti shu yerda. Mana garchi ekstremal holatda mana shu ko'prikdan yurib ketayotgan bo'lsak ham, kunda issiq paytida ham lekin terlab ketganimiz yo'q. Yo'q. Biz endi bu Imom-ota qishlog'ining kelajagi haqida suhbatlashyapmiz. Endi bugungi kunidagi mana nimalarni aytib o'tdingiz. Umuman kelajakda bu yerga ana shu qatnash, atrofdan qatnaydigan turistlarga xizmat ko'rsatadigan logistikasi bu haligi transport yo'laklari qanday bo'lish haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Mana viloyat hokimimiz alohida bu bo'yicha qaror qabul qilib, Xo'jaboddagi Andijon O'sh yo'lidan 14 kilometr Imom-otaga kirib keluvchi yo'lni yangitdan zamonaviy ko'rinishda bir tomonida trotuar, bir tomonida chiroqlar yonadigan qilib loyihaga kiritdi. Bundan tashqari turizm obyektlarining ichida 6 kilometr ichki yo'llar, 170 ta stolba, 2 ta transformator, 2 kilometr ichimlik suvi tortiladi. Ha, demak shu jarayonda mana shu qishloqning kommunal infratuzilmasi ham zamonaviylashib boryapti. Zamonaviylashadi. Andijon O'sh yo'lidan to'g'ri olib kiradigan piyodalar yo'lagi bilan ta'minlangan yo'l ham mana shu turizm qishlog'iga olib keladi. O'zi hozirgi kunda keyingi yillarda salomatlik uchun 5000 qadam loyihasi ham ommaviylashyapti. Mana shu salomatlik uchun 5000 qadam loyihasi doirasida mana shu turizm maskanlarida yurilsa ham insonni salomatligi uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Juda to'g'ri. Velosipedda alohida sayr, otda sayrlar tashkil qilinyapti. Pastga tushganda ko'ramiz, o'z ko'zimizdan tushdi. Aholida juda katta bu velosipedda, otda sayr, piyoda yurishga ishtiyoq katta ekan. Juda ko'p aholi kelib uylarda dam olib, farzandlari bilan shu tog'larda aylanib piyoda yuryapti, otda yuryapti. Mana bilasiz, 6 ta shifobog' buloqlar bor bu yerda. Buloqlarda atrofida yurishyapti. Aylanib dam olib ketishyapti. Tabiiy resurslarimiz buloqlar. O buloqlarni ham bir asrab avaylash, ularni bir muhofaza qilish masalasi ham o'ylab ko'rilyapti shu jarayonda. Ha, buloqda atrofi o'ralib, alohida shu yerdan suv saqlash inshooti qilinyapti va shu mehmonxona uylarga, kapsulalarga, shu loyihalarga suvlar taqsimlab beriladi. Buning uchun alohida oynali bir yo'lak ekanda. Bu qarang, oynali. Adrenalinda, odamlar cho'chib ham ketasan gohida. Menimcha eng chuqur joyda shu yerlar bo'lsa kerak, 45 metr yer. Ha, eng chuquri ham o'rtasi mana shu. O'rtasi bu yerda mana bu yoq to'laqonli ko'rinadi. Bu yoq Andijon, bu yoq O'sh mana. O'sh. Andijon O'sh yo'lning o'rtasida turibdi. Bu yo'lning o'rtasi. Uzoqdan ko'rinib turgan o'sha Managota tog'i, Hajibek tog'i, biz Chilustun tog'larining ikkita qiridan o'tib kelyapti. 300 metrlik yo'lak bilan. Odamda bir o'ziga xos bir adrenalinni chiqaradigan bir ko'prik tashkil bo'libdi. Bu qoyil qoladigan. O'ziga xos ekstremal bir yo'nalish ekanda, to'g'rimi? Ekstremal yo'nalish deb atasa bo'ladi. Baribir oynaga ishonch yo'q. O'zimiz ehtiyot qilyapmiz. Lekin xavfsizlik ta'minlanganmi? Ta'minlangan. 7 ta mutaxassislar bir tekshirishib, bu 7 ta trosdan tashkil topgan. Har biri 8 tonnadan yuk ko'taradi. Buni endi qurgan mutaxassislar 100 tadan odam qo'yasizlar degan. Tadbirkor 30 ta 40 tadan ehtiyot qilib, uzoqligi, chidamliligini oshirish uchun, bu sekinasta troslar Belorussiyadan keltirilgan, oynak Xitoyda ishlab chiqarilgan, bu yog'ochlar maxsus Rossiyadan yoqqa to'ydirilgan yog'ochlar. Avazbek aka, mana 300 metrlik mana shu osma ko'prikda ham mana oxirgi manzillariga yetib keldik. Ha, bemalol o'tdik yana sari. Ha, va nihoyat mana adrenalinda. Ha, tekshirib turishi ham kerakda buni. O'rtada yurgan bolalar, mana tekshirib yurgan bolalar. Ha, demak o'rtasida ham mutaxassislar turishadi. Shu bolalar mutaxassislar. Mutaxassis. Ha. Sizni ham mana shunday bir adrenalinni his qilishga taklif etamiz.
Andijon tomonlarida ko'rsatuv ijodkorlari Imom-ota turizm qishlog'iga kelib, mana shu osma ko'prikning imkoniyatlarini o'zingizning imkoniyatlaringizga sinab ko'rishlaringizni tavsiya etaman.